98 dedingizmi yilni? 14 million bo'lsa beramizmi? Ha, nechi pul? 15 million. 16 million demang-a. Ha, zavod uchun eshit. Zavod bo'ladimi bu hozir? Ha, zavod. Keling, operator ko'rsataymi bitta. Motor qadoylari qanday? Mana maska ichiga qo'yilgan ekan. Bu nima terma qilinganmi? Maska ichigilidan. Saloni o'rta holat. Eshik ham ochiq. Super kila qilasizmi? Gazi nima buni aka? Metan gaz bor-ku 65 talik. Shunday gaz bilan ochib sotish kerak. Qolgani metalon. Mana bu orqalarning holati. Ay, unsi-munsiga kerak bo'lib qolishi mumkin dehqonchilik qilishga. Mana deylar yaxshi ekan mana ko'kalar. Qani bu ham ochilmadi-ku bu ham. Mana bir balo qilib ochdi mana chashkalari yaxshi ekan lekin. Metan gazda motor qadovoy zo'r debdi. Yana ko'rib tekshirib olasizlar, narxi 16 million so'm, 98-yil. To'g'rimi? Bo'ldi.